Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana bugun yana bir mijozimizga oshxona mebellarni chiroyli qilib o'rnatib berganmiz. Bu lokatsiyamiz Andijon shahar 3-mikrorayon Do'ngga o'rnatib berganmiz. Oshxona mebelimiz uzunligi umumiy 420, balandligi 230 joyga joylashtirib berganmiz. Va bu tarafdan keladigan bo'lsak, mana oynadan qochgan holda gazlarni ham chekkadan qochgan holda 25-30 sm tasha xonalar qilib joylashtirib berganmiz. Undan tashqari mana moykasi bor bu yerda. Bu tomonda xolodilnikka, kir moshinaga joylab berganmiz. Bu tarafda ko'rishingiz mumkin, tepa qismida turba o'tgan. Bu yerlarni ham o'rab, chiroyli holatda yopib berganmiz. Bu oshxona mebelimiz materiallari akril material, stolishnisalari rossiyskiy. Ko'pchilik biladi, eski domlarda mana tumba kalondan tushgan joy bor. Bu yerni ham shkaf bilan o'rab, ishlatsa bo'laveradigan holatda qilib joylab berganmiz. Mexanizmlar hammasi davchik. Kimgadir shunaqa oshxona mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu mebellarimiz bonuslarga keladigan bo'lsa, qalin to'rtburchak yaxshi mo'ykasi, bu tarafda mana sushilkasi. Bundan tashqari granitlari ham o'zimizdan. Aloqaga chiqishingiz mumkin.